Ular rostdan ham aqldan ozgan. Hammaga salom, hozir sizlar bilan heyterlar haqida gaplashib olamiz. Mening fikrimcha, butun YouTube biladiki, Park Yoon-lee Roy Hong-junning fanlari, ya'ni Rishchon qiz tomonidan katta heytga uchragan. Rishchon qiz Park Yoon-lee o'zini o'zbekistonlik Lisa deganligi uchun unga juda ham katta heytlar yoqtirishgan. Uni kopiyaga chiqarishgan, heyterga chiqarishgan va hokazo. Aslida esa Park Yoon-lee Roy Hong-junning fanati bo'lganligi haqida men video joylaganman, ammo hozir u videoni ba'zi sabablarga ko'ra yopib qo'yganman. Keling, hozir shu videoni birgalikda ko'rib chiqamiz. All day, every day, therapist, mother made nymph, then a virgin, nurse, then a servant, just an appendage, live to attend him so that he never lifts a finger. 24/7 baby machine, so he can live out his picket fence dreams. It's not an act of love if you make her you. Bilaman, bu videodan keyin ham menga juda ham ko'p heyt kelishi mumkin, ammo lekin bu menga qiziq emas. Faqat haqiqat qaror topishini istayman xolos. Qachongacha faqat Park Yoon-lee yomon bo'lish kerak, ko'payib bo'lish kerak, YouTuberlarning oldida doim pastga urilish kerak. Young Ladies fandomi Park Yoon-lee'ning yerga urilishiga yo'l qo'yishmaydi. Young Ladies fandomi kundan kunga ortib bormoqda. Heyterlar ham shu bilan birga ko'payib bormoqda. Keling, endi heyterlar mavzusini kattaroq ochamiz. Oxirgi vaqtlarda Rishchon qiz Park Yoon-lee'ga atab yasagan videolarimga ham heyt yozishmoqda. Hech qanday sababsiz. Ular 1 yoki 2 yo'q, 1 yil oldingi videolardagi o'xshashlik uchun Park Yoon-lee'ni ham kopiya deyishmoqda. Hozirda Park Yoon-lee butunlay o'zining yo'nalishidan ketmoqda, ammo har ham heytga uchramoqda. Uni tashqi ko'rinishini, videolarini heyt qilib chiqishmoqda. Hech qanday asossiz, shunchaki heyt qilishmoqda. Ulardan bunga sabab so'raganimizda esa 1 yil avvalgi skrinlarni ko'rsatishmoqda. Bu rostdan ham ahmoqlik, ular rostdan ham aqldan ozgan.